İsmim Ruslan. Navoiy viloyati, Navoiy shahrida tug'ilganman. Cambridge International University'da o'qidim. Birinchi yilim IELTS darajam sal pastroq bo'lganligi uchun shu universitetga topshirdim. Faqat o'sha yo'nalishim to'g'ri kelmaganligi sababli ham o'zimni ham qanaqadir orzuyim bor edi. Chet elda o'qish, uydagilarim doim chet elda o'qitamiz deb yurishardi. Londondagi Northumbria universitetini moliya va buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha o'qishga ketyapman. Hayajon juda ham kuchli. Viza chiqqancha ham hayajon juda ham kuchli edi. To'g'risi uyqularim bo'lmadi. Viza chiqishi bilan boshlandi uyda yig'i-sig'i. Va endi mana bugun Xudo xolasa keldik. Ertaga uchib ketamiz. O'zi vizam chiqishini to'g'risi 5 kunda chiqishini kutgandim. Chunki konsaltingni maslahati bilan tezkor vizaga topshirdik. O'qishlarim boshlanib, o'sha sekin-sekin o'quvchilar harakatni boshlaganligi uchun 5 kunda kutgandim, 5 kunda chiqdi. 5-kuni o'sha Baxtiyor akani o'zlari telefon qilib, tabriklaymiz deganlardan o'zi boshlandi uyda. Maqtov. Juda ham rahmat aytaman, ham moliyaviy, ham o'sha ma'naviy ko'mak berishdi. U uchun katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ketganga yarasha yaxshiroq bilimini olib, faqat bakalavr bilangina cheklanib qolmasdan magistratura, undan tashqari doktoranturalarni ham boshqa davlatlarda o'qish niyatim bor. Londonda ko'rishguncha.